Uydan sotadigan avtomobillarni yarim puliga ko'rsatishda davom etamiz. Akalar, 5000, 6000 dollardan ham markalarimiz bor. Hamma ham teng. Akalar, 15000 dollarga Kia K5. Avtosalondan olingan narxidan yarim puliga beriladi, shunday. Ko'pini Instagramga ham qo'ymaganmiz. Sababi YouTube'dagilarni hurmat qilamiz. 20 ta mashina aka. Arzonlarni oxirida ko'rsatamiz deyapti. Videoni oxirigacha ko'rasiz. 12 mingga ham Kia bor, Sportage bor. Oxirida ko'rsatamiz. Kraskasi 12 ming dollarga toza. Kia Sportage? Ha? Yo'q-a? Gap yo'q. 10 ming dollarga elektromobil. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Uydan sotadigan avtomobillarni yarim puliga ko'rsatishda davom etamiz. Biz ko'rsatadigan narxlarni eshitib hayron qolishingiz aniq. Akalar, 5000, 6000 dollardan ham markalarimiz bor. Do'stlar, Ibrohim akani hammani yaxshi taniysizlar. Azizxon bugun uydan sotadigan avtomobillarning 20 tasini siz uchun bitta internet portlatib beraman deyapti. Akalar, Sorento, Kia K5, Sportage, Kia E6 deysizlarmi, Cherry, Santa Fe, Elantra hammasidan bor. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Charchamasdan. Assalomu alaykum, Ahtolam kanal kuzatuvchilari. Yevropalarga borib dam olishda yaxshi o'tdi, inshaalloh. Energiyaga to'liq keldimika deyishyapti. Yangiliklarni ham qildik, xudo xolasa. Hammasidan bor. 20 ta mashina aka. Akalar, avtosalondan olingan narxidan yarim puliga beriladi, shunday. Mazza qilib aka, 5000 dollar pullari bilan ham avtomobil beraveramiz. Bor bizda. Muammo yo'q. Inshaalloh. Akalar, bu yog'i ham ko'rasizlar, kortej yurib ketgan. Inshaalloh hammasini narxini bitta tanishtirib ketamiz. Keyin ko'pini Instagramga ham qo'ymaganmiz. Sababi YouTube'dagilarni hurmat qilamiz. YouTube'dagilarni hurmat hammasi yangilik. Undan keyin qo'yamiz mana birinchi. Aka, o'zimni Inomarka Olam kanaliga qo'ymasdan avtoolamga asrab o'tirdim. Inshaalloh obunachilaringiz bitta podpishka qilib yuborishsa zo'r bo'ladi deyapti. Instagram sahifalari, YouTube sahifalari Inomarka Olam o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Aka, broshdan boshlayveramizmi? Sarento'dan boshlaylik. Sarento'dan boshlayveramiz. Sarento'miz 2024, 29 ming yurgan. O'zi 640 millionmi turadigan pozitsiyasi bu. Koja salon, panoramli tomlari bor. Bizda 42500 deyapmiz. 42500 dollar. Oldindan 25 mingni bersa, o'zaro nasiyaga kelishimiz mumkin. Xo'p. 24 variant ko'pchilik so'raydi-ku, mana qora rang. Ana shundoq. Hali ulgurmaydigan bir salafanlar boshqa qilgani chiroyli qilib qo'yamiz. Tayyorlashga bizdan endi havasga oladi-yu hamma. Bu 3-paysami, 2mi aka bu? Ikkisi. Ikkinchi paysa. Avtosalonda akalar bu avtomobil 4 ta paysa. 52 mingmi shunaqa narx o'zi. Ha, salon narxi 52 ming. Avtosalondan shunda Ibrohim aka 10 ming dollar arzoniga. Shunaqa. 10 ming dollar. Bir yil bo'lmagan. Bosorsanglar bo'laveradi. 42 ming dollardan yana o'tib beramiz. Tushib beramiz. 25 mingga boriga aka nasiya sotib kelishamiz. Xo'p, kraskasi-chi? Kraska toza, 29 ming yurgan, mana parolari bor. Kraskasi toza, podnoshlar. Holati yaxshi holatda. Xo'p. Endi olganimizda, dokument muammosi yo'q. Yo'q, xohlagan hujjat bo'ladi. Aha. Sifatli, ishonchli mashinalar siz olgandan beri to'g'risi mana Xitoylarni qarang, deyarli yo'q Xitoy mashinalari. Sotilmayapti. Koreya bo'lib ketdi. Chunki akalar Koreyada bilasizlar, sifatga yaxshi e'tibor berishadi. Aka, motorni ham bitta ko'raylik buni. Motor 2.5. Xo'p. K8 ham narxini tushirib qo'ydik Azizxon deyapti. K5, Kia E6 bu joyda do'stlar ko'rayotganlik. Akalar hammasidan bor. Videomiz qiziqarli bo'ladi. Ason ko'pchilik shubhalanadi, mashinachilar ukuladi, yo'q biz olganda ham mana sveji holatda bo'ladi, biz yuvib qo'yamiz xolos. Chiroyli qilib tozalab, akkuratni qilib qo'yamiz. Keyingisi K8, 3.5 motor fulli. Hop. Buni 39 ming qilib beramiz. 39 kami ham bor yana. Yana tushib ham beramiz. Buni ham shu 25 bo'lsa, o'zaro nasiyaga kelishimiz mumkin. O'zaro nasiya savdiga gaplashishimiz mumkin. Panorama luk, xullas Panorama hammasi bor. Massaj, abduf, abagriff, xullas akalar hamma avtomobilda bor qulaylar, hammasi bor. 23 mi aka bu? 22. 2022. Kraska bo'lmagan. Orqa sidinasini ham sovutadi do'stlar. Hamma mashinalarimizni bir oy tekshirib oladi aslo. Bemalol ko'rsatdim aka. Ha. Tekshirib olsa bo'laveradi. Yaxshisin, tanlab olib kelamiz, olgan odam maza qilib haydash kerak. Bo'ldi.
Bizdan keyin ko'pchilik GT Line'ni ham anchadan beri endi olishimiz GT Line Plus. GT Line Plus'i. Buni endi ko'pchilik hozir yangilar turbo bo'lib chiqyapti, narxi ham baland. Buni qulayliklari ko'p solishtirsak-chi. Xo'p. 29300 kopka orasi. 29300 50 ming yurgan 52022 yili. Ana, Sidina Abdu Abagriyev hammasi bor akalar. Ko'rgandek, bu GT Line Plus'i. Hozirgilardan yaxshi tarafi endi yomon tarafi motor unaqa tez bo'lmaydi, ikki turbodan farqi. Qulayliklari ko'p bo'ladi. Hozir 25 modellardan ko'p bo'ladi. Bu benzinda ekan aka bu? Benzinda, ha, qora rang, kraska radnoy. Oldilari ham boshqachada, buni faralari. 22 mi necha aka bu? 22, 2.5 motor. 2022 2.5 motor. Mana faralarni ham qarang akalar, bamperlari ham juda chiroyli turadi. To'g'risida. Juda chiroyli, ha. Xo'p. Batafs pul. Pulini 29300 kopka orasi. 29300 dollar. Kelishtirib chiroyli beramiz, ha. Aka bir 15 mingga boriga kelishaveramiz. Nasiya savdoga ham gaplashaveramiz. Hamma ham teng, hamma ham teng. Akalar 15 ming dollarga Kia K5 6 oygacha nasiya savdoga bemalol bosaversangiz bo'ladi. Va do'stlar, avtosalonda paytida hozir ham mana sotuvda 700 million turadi. 700 million so'm turadi. Ha. Voy gap. Elektromobil olmoqchilarga mana BYD'larda aytamiz, bu 500 degan bilan zo'r 300 yuradi deb sotyapsiz. Lekin bu Kia'lar unaqa bo'lmaydi ekan. Original u butun dunyoga eksportga chiqqani uchun ashu yurishiga javob beradigan mashina. 515 dedimmi, kamida 450-500 yuradi. 450-500 kilometr yurib beradi. Ikkita BYD'ning narxi o'zi qaysi Zeker 001larga solishtirib qo'ysa bo'laversa kerak menimcha. Aka bu Kia Evo 6. Voy gap yo'q. Ikkita mashinaning puliga bittasini beramiz. Yarim pul bo'lsa kerak, 28500 kopka orasi. 28500 dollar. Yili necha aka bu? Keyinligini qarang, buni 22. 2022 avtomobilda bitta motorlisi ekonommi. 4,5 sekund 100 ga chiqadi, shunga qaramasdan. 4,5 sekundda 100 ga chiqadi. Saloni K8 da. K8 da. Ha, to'g'ri aytasiz aka, avtohold полностью жёсткий ekan aka. Sidina Abdu Abagriyev, беспроводной зарядник и panoramasi yo'q, ha? Endi koreyskiy bu. Ana shundoq. Lekin orqalarini qarang, mashina. Juda chiroyli mashina. Ibrohim aka. Toza bu. Jicha petno joyi bor. Telefon qilsa aytib ko'rsatib petnosi bor. Ha. Bo'ldi. Pulini ichib konteynerda kelgani, sal cho'qilib qolgan yeriga petno qilib qo'ydik. Ha, konteynerda kelgan hisobga shunaqa bo'lgan. Aka bunga ham 15 ming dollar bersa, ha, kelishaveramiz. Gaplashaveramiz. Tezroq bersa bo'ldi. Tezroq bersa bo'ldi. 15 ming dollar bilan akalar nasiya savdoga o'zim ash qator Kia qatori bo'lib tursin. Bu tarafi fullni Kia qilib turibsiz, ha? Sportage'da oxirgi modeldan ham olib kelganmiz, video mobaynida ko'rishlari mumkin. Kia Sportage oxirgisi. Qani, bu yo'lda bo'lish kerak, ha? Ha, shu Instagramlarga qo'ymay to'pladinglar bularni. Arzonlarni uka oxirida ko'rsatamiz deyapti, videoni oxirigacha ko'rasiz. 12 mingga ham Kia bor, Sportage bor. Oxirida ko'rsatamiz. Kraskasi toza. Kia Sportage? Ha? Yo'q-a? Gap yo'q. Hozircha mana 2024 Seltos. Kia Seltos 24. Salonda hozir rasmiy narxi 400 million so'm turadi. 400 million. Skidkada 360 qilib bersa kerak, yana bilmadim. 30 ming dollardan oshib. Bizda bor-yo'q 30 ming yurgan, narxi 23500 dollar. 24 yil. 3500 dollar. Qo'ja salonli. Birinchi pozitsiyasi ekan bu. Hozir mashinadan boshlab sotilyapti. Oldingiga solishtirsa 2 bu o'zi. 2. Ha. Sababi qo'ja salon shaxlari bor shunaqa. Bo'ldi. 23500 dollar. 23 ming motor bo'ladi. Tracker deb narxi deyarli yangisini. Redline'lar ham shuna qo'ysa kerak. Salonlar shunaqa. Yana ham qulayroq noyob rangi desam, mana bu yerda. Xolasa bunisi ham bor. Buni yilichi aka? Buni 23. 23. Buni 22800 kopka. 22800. Ikkalasi bir xil, yurgani ham deyarli bir xil. Xo'p, 22800 dollarga. Puli ham bir xil aka. Sal qulayroq olganmiz. Ha, yo'q, 38 ming. O'zimiz nomimizda eng qiziq dokumentga ham pul tashlamaydi. Chiroyli nomerlari bilan davenizda yurishi mumkin. Davenizda ham yuraveradi. Ha. Xo'p. Nech pul aka bu? 22800 deb qo'yamiz. 22800. O'zlarining mashinasi bo'lsa kelib barter qilib olib ketish mumkin. Nima bo'lsa ham olib qolaveramiz.
Xullas, yoki sotadigan bo'lsa olaveramiz ham. Nexia mashinangiz bo'lsa ham o'zlari olib qolishaveradi. Barterga, ransiyasiga pul berib ketishaveradi. Xo'p, buni yilichi aka? Buni yili 23. 2023-yil Honda. Honda elektromobil bu ham. Endi o'zlaringiz elektromobillarni aralashtiring deb bir ikkita qo'shdik mana, yaxshilar. Albatta-da, aka, mana so'ragan insonlar uchun qalina, akalar cruise control, adaptivniy cruise control, hamma qulayliklar bor. Ko'rishlari knopkali do'stlar ko'rayotgan edik. Xo'p, avtomobilimiz monitorini qarang, Tesla'ni chiqib turib. Ma'lumotlarni uncha bilmayman to'g'risi. Birinchi olishimiz. Narxini 18.8 deb borasiz. 18.800. Bitta kapot, bitta krilosi bo'yalgan. O salonni qarang. Qattiq udari yo'q. Buni qancha yurgan Ibrohim aka bu? 40.000. 40.000 kilometr yurdi. Kilometr yaxshi chiqadi buni ham. Elektromobil. Kilometr yaxshi beradi. 18.800 dollar o'tib beramiz. O'tib beramiz. Aka bir 10.000 ga boriga telefon qilaversin. Boshqa qo'ying. Aka 10.000 dollarga elektromobil. Kabeshda endi GT Line'dan bitta past xolos pozitsiyasi. GT Line'dan bitta pastdagi pozitsiya. Eng qizig'i elektromobildan ham arzonga yurar ekan. Nimaga deng? Nimaga? Elektromobilni 130.000, 140.000 ga to'ldiramiz-ku. Hop. Buni 90.000 ga to'ldirasiz, ana 250-300 yuraveradi. Sabab metan gazda. Metan gazi ham bor. 4 ta yangi yumshoq balon, tonirovka, 2 li motor. Bunda ham pamidlinalar bor ekan, aka. Mana head-uplari ham bor. Style degani bu. Style. GT Line'dan arzoni shu. 497 millionga olingan mashinani biz 24.000 qo'yib qo'yamiz kanalga. 24.000? Ozgina u yerda petnos bor, 2-3 ta detalda shu. Qattiq udari yo'q. Yo'q-a? Nari taraf eshigidan shunaqa. Bo'ladi. Panorama lyuk bor. Hamma narsasi bor. Yumshoq balonlari bor do'stlar. Ibrohimga bir 14.000 puli bor aka, gaplashaveramiz. Bir 15 qilib bersin, 14 mi, 15 mi? Sportage 13.000 dollar qo'ydikmi? 12.000 ga berib yuboramiz. 12.000 ga berib yuboramiz. Buni ana sizlarga 14.000 dollarga berib yuboramiz. Dokument muammo yo'q, aka? Ha. Nasiyaga olayotganlarga ham ma'lumot uchun baribir o'ylab olaversin. Beradi baribir. Baribir qilib beradi. Ko'pchilik bilmaydi-da, bank qilib olishib oladi. Xuddi boshlang'ich to'lovga olayotganda o'zini his qiladi, keyin qiynalib qoladi. Shunday. Biz endi iloji boricha ko'p qarz qilmasdan qisqaroq muddatga beramiz. Bo'lmasa bank qilib sotsak, hammasini bir kunda sotish mumkin. Mayli 2 oyda sotaylik, sal yaxshiroq. Naqdga sotaylik, aka? Ha, naqdmi kelishib. Bo'ldi. Ma kabeshchi buni sotmaymizmi asli? Akalar bu sotilmaydi. Ibrohim akadan o'zimiz olib maza qilib chopib yuramiz, xudo xolasa. Xo'p. Yo'lni ubitiga o'tib olamiz. Avtomobilni qatnov shuna to'xtashga. Aytman, siz kiyogandan beri hamma hozir Koreyasiga o'tib ketdi, Xitoy olmay qo'ydi. Bor bir ikkita Cherry Jet olib kelib qo'yganmiz. Nima uchun Kia olding degan savol berishinglar mumkin. Mana metanga ham yuradi. Nargilari propan. Xohlasa mana elektromobil. Har qanday sharoitga dosh beradi-da bular. Karista, nemisli mashinalar. To'ppa-to'g'ri. Jetaur ham bor aka, 70+. Jetaurda mana 19.000 yurgan. 19.000 kilometr yurgan. Ha, luxury degan. Luxury eng fulli. Eng fulli. Hamma narsasi tayyor. O, qarang, salonni. Bitta gap aytaymi? Salonni 40.000 dollar, 38.000 dollar sotilgan avtomobil aka. Ha, so'ramay, rosa qimmatga olgan ekan. O'zimiz tanishdan oldik. Egasi ham salondan palon pulga olgan bo'lsa kerak. Xo'p. Aka, nech pulga beriladi buni? 23.900 deb borasiz. 23.900 dollarga luxury. Pozitsiyasi aka eng puli. Bundan puli yo'q. Shunaqa gap. Xo'p. Bu yerda endi Hyundai qator deb qo'ysiz ham bo'ladi. Hyundai qatori. Shu yerdan boshlab ketaveramizmi aka? Bir boshdan. Elantrani 17.000 deb borasiz. Buni ham 17.000. 17.000 dollar. Ha. Yili necha aka buni? 21 ikkovi ham 100 mingdan sal oshiqroq yurgan. 2020. Xohlasa oqi, xohlasa mo'qir asfalt. Bu birinchi pozitsiya shikiliga aka? Birda plyusi, birida monitor bo'lmaydi, sidinalari sinmaydi. Plyusi. Bo'ladi, bir plyus. Bo'ldi. Nima deysizlar? Diskalarni KB5nikini yangi balonlar bilan qo'yib qo'ydik. KB5 diskalar. KB5ga pul yetmaganlar uchun mana 17.000 dollar. Ha, mashinalarimiz ishonchli, bir oy motorlarni tekshirib olaveradi. Ana shunday. Voy gap yo'q. Bular benzinda. O'z Toshkentdan keldim, 250 minglik benzin yetdi mana shu Anjanga to'g'risida. Mana oqida. Oqiga. Oqi ikkinchi pozitsiya. Jicha kosmetika bo'lgan yeri bor. Nech pul qilib beramiz aka?
17.200 deb berasiz. 17.200 ikkinchi paysi. 17.200 dollarga mana sizlarga navbatdagi Hyundai Elantra avtomashinasi. 10.000 puli bo'lsa, o'zaro nasiya savdoga kelishimiz mumkin. Naqdga tushib beramiz. 6 oygacha. 6 oygacha gaplashaveramiz. Xo'p, akalar 10.000 dollardan Elantra. Bosadigan joyi. Tucson ham bor aka. Tucson ham bor. Propan gazi bilan yilichi. Hamma yoqda ko'rib boradi. Eng qulay narxda bizda 21.500 ga. 21.500. Yangi Yuxsga Tucson. Ana sizlarga narxni sindirib tashlash kerakmidi? Endi undan arzon, bundan bilmayman men. Qimmat demaymiz, iloji boricha. Salonda qancha turadi shu? Ibrohim aka. Salonda hozir 480 millionda mana shu ba'zi komplikatsiyasi. Lyukslari 500 gram. 21.500 ga bo'lsa beramiz. Ha, propani ham bor, shunaqa. 100 gram yurgan. 15.000 dollar bilan 6 oygacha nasiya savdoga ham gaplashamiz, aka. Sportage ko'rsatib qo'yaylik, ko'p turmasdan 12 minglik. Mana do'stlar, koreyskilarni maqtaymiz, original mashinalar, mashinamiz 300 ming yurgan. Xo'p. Zazorlarga e'tiboringizni kraskasi yo'q. Yurish-turishiga hamma yo'lga garantiya. Kia Sportage 12.000 dollarga propanlari bor. Yilichi aka buni. Yana pardozlab chiroyli qilib beramiz. Kech olib qoldik ko'pni. Yili 13. 13. Ha? 2013-yil Kia Sportage. Mana Tucson bilan razmeri bir xil Sportage'lar bilan. Tucson bilan bir xil. Umuman kraskasi yo'q. Panoramni tom eng qizig'i. 13-yilda o'zi panoramaga o'tib olgan bular. Voy gap bu. 2013-yil salonlari ham aka. Rosa chiroyli. Printlarni yomon ishlangan ekan. Monitorlar qo'yib qo'ygan. Umuman ishi yo'q mashina. Panorama lyuklargacha bor. Voy mashalloh. 12.000 dollarga ko'rib olsanglar bo'ladi. Aka propanmi, metanmi bu? Propan. Voy, orqasi ham aka keng-ku вообще. Sportage'lar katta mashinalar o'zi. Equinox bilan bir xil pasti. Equinox bilan bir xil. Razmeri. Orqa Trailblazer, oldi Equinox birinchi paysasi ekan aka buni. Ha, lekin kraskasi toza, yurishda hech qanaqa ishi yo'q. Ishi yo'q, jim. Jim rasa, shumka bo'lgan. Shumkasi bo'lgan. 300 ming yurgan mashina mana, motori ochilmagan, rasvot ham qilmaydi lekin. Aka buni bir 8 ming puli borga nasiyaga beraverasizmi? 8 ming, 7 ming bersa bo'ldi, sotaveramiz. Bo'ldi. Akalar 7 ming dollar bilan ham nasiya savdoga gaplashsak bo'ladi. Kecha Farg'onaga borib keldik, mana shunda yurishlariga o'ta gapdi. Jim a? Bu yerda qoppog'i bor, yo'q. Kirishkasini yopib chiroyli qilib beramiz. Chiroyli qilib qarab beramiz. Propan gazlargacha sinovga qilib yeliga. Voy gap yo'q. 24.5 mingga endi K5 panoramali Porsche saloni. GT Line sal qimmatroq desa, propan gazlari bilan 24.5 ming dollar. Ha. 22. 21. Ha, 2021 24.5 ming dollar. O'rtachasi bu. 49 ming yuribdi aka bu. Ha, kraska yo'q. 49 ming yuribdi, kraskasi yo'q. Top-toza. Xo'p. Gazigacha bor aka tayyor. Propan, ha. Propan gazigacha bor. Ana shundoq. 24.5 ming dollardan yana o'tib berishadi. Gaplashadigan joylari bor akalar. Bemalol ko'rib bossanglar bo'ladi. Aka bunga ham 15 bora qo'ng'iroq qilaversin. Bir 15 ming bersa, kelishaveramiz. Nasiya savdoga gaplashaveramiz. Bo'ldi. Voy gap yo'q. 20 ta mashina akalar, bularni to'plash o'zi bo'lgani yo'q. Cherry Tiggo 7. Trekkerdan ancha yaxshi mashina endi. 23 mi aka bu? 23 salondan olgan, pasport 22 ekan. Pasport 22. 22. Hech pul qilib beramiz Ibrohim aka buni. 20.200 deb borasiz, 20 ga naqd bo'lsa deb beramiz. 20.000 35 ming yurgan yuklesi. Ana shundoq ko'rib oladigan, bosib oladigan joy topmiz aka bu ham. Kraskasi. Magazinda qimmat bu ancha. Sal oldi boshqacha bo'lib 347 million sotishyapti. 347 million. Umuman ayb yo'q, mashinani zo'r holatda. Bo'ldi. Xo'p. Endi Sportage. Sportage mana eng fulli. 2 motorli, diskalari ham e'tibor bersiz 19 bo'ladi. Bu X-Line mi? X-Line, ha? Aha. Mana shular. 2 motorlisi faqat. 2 motorlisi. 2,5 lisi ham bo'ladi. Hamma yo'q bir xil. Bo'ldi. Necha pul o'tib beramiz aka buni? Buni 32 ming qo'yib berasiz. 32 ming dollar. Zo'r holatda 23, 75 ming yurgan. Pamitsizlargacha bor do'stlar. Avto hold ko'rganingizdek cruise control. 2,5 lisda shayba bo'ladi. Bunda richard bo'ladi. 2 motor. Abdufabagriyev, xullas Econormal Sport komfort rejimlari bor do'stlar. Xullas
X-line pozitsiya. 10 yil oldingisi, 10 yil keyingisi bu. Ha? 10 yildan keyingi o'zgarish. Ichlari ham juda chiroyli mana. 5 kishilik katta mashina. Ana shundoq. 32 ming dollardan o'tib beramiz. Top-toza, Ibrohim aka? Toza. 32 ming dollar yana gaplashadigan joyi bor. Nexon 4 yumshoq bilan patnoshka, xullas hamma yo'llari bo'lgan. Aka bunga ham bir 15 puli bor, aloqa chiqaversin. 20 ming qilsa hech yo'q bunga. 20 ming qilsa gaplashamiz. Xo'p, Skoda. Skodani 20 mingga berib yuboramiz. 20 ming. Faqat bir yoni kraska bo'lgan, qattiq udar bo'lmagan. Yili 2021 bori yo'q 60 ming yurgan. Yana ham tushib beramiz. Bir yon kraska bo'lgan. Oldi orqa kapotda yo'q. Hop. Shu 62 ming kilometr bo'ldi. Mana sizlarga bosvoradigan, ko'raveradigan. Endi tozasi umuman tiniqi kerak desa, bunisi bor. Radnuymi bu? Ha. Skoda Kodiaq. 7 kishilik bo'ladi. Bular endi yurishi yaxshi, ancha. Tur. Xo'p, mashinamiz yopilib. Starline pulti bor edi mana. Ochib qo'yapman. Starline pultigacha. Qaralarni qarang, tiniqligi. Zo'r. Diskalari boshqacha 19 lik qo'yilgan. Ключи Ibrohim aka buni? 7 o'rinli bo'ladi. 23,5 ming qo'yib borasiz. 23.500 dollarga. Ha, mana shu yerda ozgina petno bor bunda. Kiriluvda petno. Boshqa yerda yo'q. Kapot, bamper, hammasi toza. Ozgincha petnosi bor, boshqa taraflari top-toza. Mashina yonib turibdi akalar, qorasi. Ha, o'ta ham zo'r holat. Dia. Yurishlari ancha yaxshi bo'ladi bu Kialardan ham tan olish kerak. 84 ming kilometr bo'ldi. Gap yo'q. Lekin ko'rinishi klassikroq. Dizayni shunaqa. Dizayni o'zi shunaqa. Emonolar yaltir-yultir shunaqa Santa Fe'lar, ko'rinishi chiroyli. Yurish bo'yicha bu chempion lekin. Kodiaq. Bo'la. Santa Fe'da ham zo'rini olib kelib qo'ydi. O'tgan safargi emas, biz boshqacha. Hop. Shun bilan bir xil. 21-85 ming yurgan, kraskasi toza. Hech qanaqa ayb yo'q. Mana parolari, balonlari kumxo. Jim. O'zi aslida bu 5 kishiliksa. Hop. Lekin olib turib bizga kelib 2 soat vaqt bersa 7 kishilik aylantirib bera olamiz. Agar 7 kishilik kerak desa. Sidini qo'yib beramiz. Ha, ko'pchilik buni bilmaydi. Razmeri o'zi aslida bir xil bo'ladi, mana bu yerda joy bo'ladi. Sidini o'rnida. Sidinani ustida bunda chamadonli bo'ladi mana. Biz buni olamizda sidini o'rnatib beramiz. O'rniga sidini qo'yib. O'zi razmeri hamma bir xil. Kerak bo'lsa agar ko'pchilik 5 kishilik yetadi. 28.500 qo'yib qo'yadi. 28.500 dollar. Bo'ladimi? Santa Fe Skozlar uchun panorama spaysini qo'ygan bo'lsa-ni, вообще ideal. Xo'p, va nihoyat Genesis avtomobili. Genesis buni eng yaxshi ko'radiganimiz shu. O'zimiz haydaydigan. O'zingiz 16 ha. 2016-yil. Oldingi smoker asfaltda. Olgan odam maza qilib haydab yuribdi, mana qorasi. Qorasi bor. Bu ham eng fulimi? Undan ham ful, eshiklari plisoska. K8 ni mana o'zi K8 ham ancha zo'r yuradigan mashinada. Surxondaryodan minib keldim. Lekin mana yurishini oldida ular ancha dam qo'yadi. Sarento ham orqa tortadi, 3.8 motorda bu. Mana shundoq. Koreyaning eng zo'r mashinalari shu Genesis bo'ladi. 4 ta eshigida ham avtodovotchiklargacha bor-da buni. Mercedes BMWlar bilan solishib boradi. Qayeri bilan solishadi, hali buzilmaslik bo'yicha, komfort bo'yicha. Sifat bo'yicha. Xo'p. Bu orqa sidinlarda ham mana ko'rgandek monitorlargacha bor. Orqalari bor, mana knopkada polni yotib turadi o'zi. Bunda bor funksiyalar K8 dan ham, K9 dan ham bo'lsa kerak. Voy, nima deyapti? Akalar, orqa sidinlargacha, abduf, abagriflargacha bu. Kelganda Mashallah. Old orqaga borib ham keladi sidinasi. Ha, sidinasi old orqaga ham borib keladi. Ha, bu joyidan o'zlaringizga moslab, akalar, ligirovkasini qilib olasizlar-da. Ha, minsa ham o'tadi. Boshqacha bu. Narxi qiziqtiryapti-da, aka. Narxini 32 ming qo'yib borasiz. 32 ming? Ha, vaqtida borib 100 ming dollarga olgan. Egasi ta'riflash bo'yicha bundan keyingi mashinasi Toyota Highlander olgan. Uni ham 100 dan oshib qolibdi oxirgisini.
Lekin buni oldida saloni prostoyda. Wow. Qimmat mashina vaqt o'tsa ham bilinib turadi. To'ppa-to'g'ri. 100 ming dollardan oshiqqa olingan avtomobilni mana deyarli 200% arzoniga berib yuboriladi. Bir qo'l salonda. Mana shu Dubaydan olib kelingan shunaqa. Koreyskiy variant unaqa emas. Yangi olib kelib haydagan. Kraska umuman yo'q. Buni buzilib zerikib sotmagan, prosta juda ko'p mingga shunga sotgan. Yangi mashina. Ha, bo'ladi. Salonlari o'tardilar. Kimga nasib qilgan bo'lsa, akalar tagidan shamol o'tayotsin. Biz xursandmiz ochig'i to'g'risi. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 12 viloyat bo'yicha dastlabki xizmatlargacha bor aka. Telefon qilgandan kelsa, kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. Tepasida gaplashilgan boshqacha. Mabodo ololmay qolsa, sal turib qilsa javob beramiz. Hali o'rtada. Bo'ldi, orada tushmay qolishingiz mumkin yoki Telegram ijtimoiy sahifalar orqali aloqaga chiqing. Juda ham chiroyli narxlarda olib ketishingiz mumkin. Chet davlatlardan kela olmasa, olib borib ham berishimiz mumkin. Ashada tekshirtirib, ishonchli hamma mashinalarimiz sinovdan o'tgan, ballonlari hammasi zo'r. Gapirib o'tmadik. Hali mayda-chuyda ishlar u markaga. Ishonchli. Kelishtirib kela olasizlar, mana yo'lni bo'yida 80 metrlik ko'chada. 80 metrlik ko'cha. Shuni ko'chadan akalar nima? Farg'ona, Toshkent, hamma viloyatlar faqat mana shu yo'ldan kiradi. Faqat ozgina o'ngga yurganda lokatsiyasini tashlab beramiz. Lokatsiyani tashlab beramiz. Telegramda yozib yuborsa. Kelib bemalol qo'yamiz. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqaring Ibrohim aka. Katta rahmat sizga. Salomat bo'ling aka.